Chegara bilmas santexnikadan mana super krutoy santexnika ishlari, xudo xolisi obyektimizni yakunlab ishlatib, issiq suv sразу tushyapti. Отопление sistema ishlab turibdi. Futbolkada yuribman, issiq. Gigiyenический dush, bumaga держатель, sushilka. Keyingi sanuzul. Orada radiator ko'rsatib ketaman. Radiator qoraga bo'yalgan krashinli panelli radiator. Sushilkamizga kiramiz. Bu yerga qora semestitel, qora sushilka, qora semestitel, qora ulovoy qo'yilgan shampun sovurlik uchun. Bu yerda ham qora. Uchinchi sanuzulimiz, bu yerda ham akkuratniy, cho'tki ish bo'lgan. Issiq suv sразу tushyapti. Traplarga bitta ahamiyat beramiz. Oyog'im tagiga sirg'anmaydigan kafel terilgan. Chegara bilmas santexnikadan super sifatli santexnika ishlari kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu xonamizda hop ikkita radiator qo'yilgan, ikkita. Mana bu zinachilarning narsalari turibdi. Ikkita radiator, teplый pol bor bu xonada. Romlarimiz pastgacha o'sha tegini teplый pol zich to'qib qo'yganmiz. Отопление sistema ishlab turibdi. Issiq, bemalol bitta futbolkada yuribman. Bitta mana zina ishlari, zina. Akkuratniy, cho'tki. Obyektimiz o'ta krutoy remont bo'ldi. O'ta krutoy santexnika ishlari bo'ldi. Bu yerda dizayn stoячий vertikalniy radiator. Shu zo'r qo'yilgan.